Ensizroq joylar uchun qulay uy loyihasini chizma va 3D holati bilan ko'rib chiqamiz. Joyimiz umumiy o'lchami 13 ga 25 metrni tashkil qiladi. Bizda jami ikkita mehmonxona, oshxona, ovqatlanish xonasi, yotoqxona va ikkita bolalar xonasi bor. Umumiy joylashuvni ko'rib chiqadigan bo'lsak, darvozaxona va uni yonida tashqi sanuzel bo'ladi. Ikkala mehmonxonamizga ham to'g'ridan to'g'ri tashqari tarafdan kirish mumkin. Ikkinchisiga holdan ham kirsa bo'ladi. Oshxonamiz uy old tarafida mehmonxonaga yaqin qilingan, ovqat tashish uchun qulay va hovli bemalol ko'rinadigan qilingan. Ovqatlanadigan xonamiz ovqat hidlari kelib turmasligi uchun alohida qilingan va bu xonamizdan holga chiqib ketiladi. Hol anchagina keng. Undan keyin orqa qismda ikkita bolalar xonasi, umumiy sanuzel va bu tarafda o'zini sanuzeli bilan katta yotoqxonasi bor. Bizda ichkari mehmonxona tagida podval ham qilingan, unga hovlidan tushiladi.